Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz operatsion tizimlarda himoya. Xo'p, himoyaning umumiy tamoyillari va protsessorini ishlash rejimlari. Hop, operatsion tizimni himoyasini zarurati. Nima uchun zarur? Demak, ko'p foydalanuvchi muhit. Zamonaviy kompyuter tizimlarida bir nechta foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida ishlaydi va har bir ma'lumotlarni himoyalangan bo'lishi kerak. Foydalanuvchilar o'rtasidagi izolyatsiya, ma'lumotlarning maxfiyligi, tizim resurslarini, demak, boshqaruvchi kirish. Xo'p, ko'p vazifali ishlash. Bu bir vaqtda ishlaydigan ko'p dasturlar bir-birini buzmasligini va tizim barqarorligini ta'minlash. Xo'p, dasturlar o'rtasidagi xotira izolyatsiyasi, CPU vaqtini adolatli taqsimlanishi, tizim chaqiruvlarini, demak, nazorati. Endi ma'lumotlar xavfsizligi, demak, tashqi va ichki, demak, tahdidlardan himoya qilish, ma'lumotlarni butunligini saqlash, hop, zararli dasturlardan himoya qilish, ma'lumotlarni buzilishini oldini olish, kirish huquqlarini boshqarish. Hop, himoya mexanizmlari, demak, operatsion tizimni asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Tizim, demak, barqarorligi va ma'lumotlar xavfsizligi foydalanuvchilar o'rtasidagi, demak, izolyatsiyani, demak, ta'minlashdan iborat bo'ladi. Hop, protsessor ish rejimi, foydalanuvchi va imtiyozli rejimlar. Foydalanuvchi rejimi qanaqa bo'ladi? Imtiyozli rejim qanaqa bo'ladi? Hop, demak, foydalanuvchi rejimi cheklangan huquqlar va imkoniyatlarga ega bo'ladi. Oddiy dastur va ilovalarda ishlaydi. Hop, tizim resurslarini to'g'ridan-to'g'ri kirish yo'q. Xavfsiz va nazorat ostidagi muhit. Xotirani faqat ajratilgan qismiga kirish. Hop, bu rejimda ishlaydigan dasturlar operatsion tizim yadrosi orqali tizim xizmatlaridan foydalanadi va to'g'ridan-to'g'ri apparat resurslariga kira olmaydi. Demak, o'sha operatsion sistemani, demak, xavfsizligini ta'minlashimiz uchun buni biz ko'p qilamiz. O'sha foydalanuvchi operatsion sistemani foydalanuvchi rejimiga va imtiyozli rejimga qo'yib qo'yamiz. Foydalanuvchi rejimga umumiy hamma kirib foydalanadigan bo'lsa, imtiyozli rejimda, misol uchun, biz parol bilan himoya qilib qo'yishimiz mumkin. Shunda biz nima qilar ekanmiz? O'sha asosiy boshqaruv o'sha imtiyozli rejimda qolar ekan. Endi imtiyozli rejim qanaqa bo'ladi? Hop, bu to'liq tizim huquqlari va imkoniyatlariga ega bo'ladi. Operatsion tizim yadrosida ishlaydi. Barcha mexanizm resurslariga kirish apparat bilan to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi. Hop, tizim konfiguratsiyasini o'zgartirish mumkin. Endi ushbu rejimda, demak, operatsion tizim yadrosi, drayverlar va boshqa tizimlarga yaqin dasturiy ta'minotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, to'liq, demak, tizim nazoratini ta'minlash mumkin ekan. Demak, biz foydalanuvchi rejimida, demak, cheklovlar bo'lar ekan. Imtiyozli rejimlarda, demak, o'sha cheklovlar yo'q bo'lar ekan. Bu o'sha kompyuterimizni, operatsion sistemamizni himoya qilishimiz uchun muhim omil hisoblanar ekan. Hop, protsessor rejimi diagrammasi qanaqa bo'ladi? Demak, birinchisi foydalanuvchi dasturlar. Oddiy ilovalar, brauzerlar, o'yinlar va boshqa foydalanuvchi dasturlar. Tizim chaqiruvlari. Demak, o'sha application programming interface orqali, demak, operatsion tizim xizmatlari bilan bog'lanish. Bu interfays hisoblanadi. O'sha operatsion tizimdagi o'sha dasturiy ta'minotlar bir-biri bilan aloqa qiladigan qoidalar to'plami bu. O'sha dasturiy ta'minotlar qanaqa qilib bir-biri bilan aloqa qilishi kerak, shuni qoidasi bor. O'tgan safar ham darsimizda aytib o'tdim. Demak, kompyuter tizimini ichida har bitta bo'layotgan jarayonlar aniq qoida asosida bo'ladi. Demak, shu qoidalarni bizga interfeyslar ta'minlab berar ekan. Operatsion tizimning yadrosi, resurslarni boshqarish va xotira qurilmalari bilan ishlash. Demak, ushbu diagrammada protsessor rejimini iyerarxik tuzilishini, ular o'rtasidagi o'zaro aloqani, demak, ko'rsatar ekan. Har bir qatlam o'z vazifasi va cheklovlari bilan aniq belgilab qo'yilar ekan. Demak, har bitta qatlamda o'zining vazifasi va cheklovlari aniq bo'lar ekan. Hop, endi protsessor rejimini himoyadagi roli qanaqa? Demak, imtiyozli rejimlarda, demak, operatsion tizim yadrosi ushbu rejimda barcha tizim resurslarini to'liq kirish huquqiga ega bo'lar ekan, imtiyozli rejimda. Demak, xotira boshqaruvi va ajratish, qurilmalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash, tizim konfiguratsiyasini o'zgartirish, boshqa dasturlarga resurs ajratish,
xavfsizlik siyosatini qo'llash. Endi foydalanuvchi rejimida bu rejimda ishlaydigan dasturlar cheklangan imkoniyatlarga ega va himoyalangan bo'lar ekan. Faqat ajratilgan xotira huquqiga kirish. Faqat ajratilganiga kiradi. Hop, tizim chaqiruvlari orqali xizmatdan foydalanish. Boshqa dasturlar xotirasiga kirish yo'q. Apparat bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash taqiqlangan. Noto'g'ri ishlash natijasida tizimni buzish mumkin emas. Demak, bu jarayonlarda noto'g'ri ishlash tizimni buzilishiga olib kelmas ekan. Agar imtiyozli rejimda bunaqa xatoliklar qilinadigan bo'lsa, demak, tizimni umumiy ishlash faoliyatiga, demak, salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Hop, endi xotira himoyasi. Xotira himoyasi qanaqa bo'ladi? Demak, xotira segmentatsiyasi. Har bir dastur uchun alohida xotira, demak, hududlarini ajratish va ular o'rtasidagi chegaralarni belgilab berish kerak. Demak, har bitta dastur hop, xotirada alohida joylangan bo'lishi kerak. Bu aniq chegarasi ko'rsatib qo'yilgan bo'lishi kerak. Aks holda, demak, tizimda ishlashida xatoliklar kuzatilishi mumkin. Hop, keyingisi kirish huquqlari. Demak, xotira, demak, hududlari uchun o'qish, yozish va bajarish huquqlarini belgilash. Xotira himoyasida. Keyingisi, hop, demak, virtual manzillarni fizik manzillariga o'girish orqali dasturlarni bir-birini xotirasiga kirishni oldini olish. Bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Demak, o'sha virtual manzilda, demak, fizik manzilga, demak, o'girish paytida dasturlar bir-birini xotirasiga tushib qolmasligi kerak. Buni albatta nazorat qilish kerak va oldini olish kerak. Va himoya tekshiruvi. Har bir xotiraga murojaat qilishda ruxsat va chegaralarni, demak, tekshirish. Demak, xotira himoyasini zamonaviy operatsion tizimlarda protsessor tomonidan amalga oshirilar ekan va har bir dasturni faqat o'ziga ajratilgan xotira hududini, demak, ishlashini ta'minlab berar ekan. Demak, biz himoya deganda faqatgina operatsion sistemamizga qo'yilgan himoya nazarda tutilmas ekan. Bu joyda, demak, o'sha xotiradagi yacheykalarga, demak, ma'lumotlarni o'sha qiymatlarni tushishi va ularni bir-biriga aralashib ketmasligi ham, demak, o'sha himoya, demak, xotira himoyasiga kirar ekan. Agar bu joyda xatoliklar yuzaga keladigan bo'lsa, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin ekan. Demak, bu mexanizm ma'lumotlarning buzilishi va tizimni noto'g'ri ishlashini oldini olar ekan. Xo'p, xotira turlari va ularni himoyasi qanaqa bo'ladi? Operativ xotira, tashqi xotiralarimiz bor. O'tgan safar darslarimizda aytib o'tdik, kesh xotiralar bor, doimiy xotiralar bor. Hop, demak, tezkor ishlash uchun mo'ljallangan, demak, vaqtinchalik xotira. Dastur va ma'lumotlarni vaqtinchalik o'zida saqlaydi. Buni o'tgan safar aytib o'tganmiz. Demak, virtual xotira boshqaruvi orqali himoya, sahifalash va segmentatsiya mexanizmlari. Foydalanuvchilar o'rtasidagi izolyatsiya. Tashqi xotira. Doimiy ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Fleshkalar haqida gap ketyapti. Demak, hard disklar va SSDlar. Fayl tizimlari orqali himoyalash ularni, kiritish huquqlarini, demak, shifrlash va ma'lumotlarni zaxira nusxalari. Bu ham hop, xotira, demak, turlari ekan. Doimiy xotira o'zgarmas dasturlar va konfiguratsiya ma'lumotlari. Bu joyda BIOS, UEFI va shu dasturlar, demak, qo'shilar ekan. Fizik himoya mexanizmlari va yozishga qarshi himoyalar. BIOS va UEFI deganda men BIOSlarda o'tgan safar darslarimizda tushuntirib o'tganman. Basic Input Output System. O'sha kiritish chiqarish oqimlarini nazorat qiladigan dasturiy ta'minot. Demak, bu ikki xil bo'lar ekan bu dastur ham. O'tgan safar darsimiz murakkab bo'lib ketmasligi uchun men UEFI haqida gapirmagandim. Endi bu safar aytib o'taman. Qisqacha tushuncha, demak, BIOS o'sha kiritish chiqarishni, demak, nazorat qiladigan qurilmalarni tekshiradigan operatsion sistemaning yadrosini o'sha kompyuterda yoqqanimizda tezkor xotiraga olib o'tadigan, sodda qilib aytadigan bo'lsak, ko'chirib o'sha ishlatishni boshlaydigan, demak, qurilma. Sistema kompyuterimizga operatsion sistema o'rnatayotganimizda ham o'sha BIOSdan biz foydalanamiz. O'sha birinchi bo'lib murojaat qilinadigan qurilmaga o'sha agar hozirgi kunda endi fleshkalarda, demak, operatsion sistema o'rnatamiz. O'sha fleshkani birinchi bo'lib o'qishga ko'rsatma berib qo'yish, demak, shunga o'xshagan, demak, amallarni BIOSda bajaramiz. Va yana qo'shimcha funksiyalar ko'p BIOSlarda.
Xo'p, endi UEFI. BIOS endi bu o'sha eski tipdagi dasturiy ta'minot va buni yangilangan demak versiyasi UEFI deyiladi. Bu o'sha kompyuterga sistema bosayotganimizda UEFI bo'lgan demak BIOS UEFI bo'lgan kompyuterlarimizda ozgina agar UEFIni tushunmaydigan bo'lsak, operatsion sistema bosishda ozgina muammolar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Keyingisi kesh xotiradagi himoyalar. Tezkor kirish uchun, demak buni ham aytib o'tganmiz, vaqtinchalik xotira protsessorni ichida joylashgan. Endi bu o'tgan safar ham darsda aytib o'tamiz, bu arxitekturasiga bog'liq. Avtomatik boshqariladigan va ko'p darajadagi himoya ma'lumotlarni butunligini ta'minlash. Demak, bu qurilmalarda demak himoyalashi demak asosiy demak shu omillarga bog'liq ekan. Har bir xotira turi o'ziga xos himoya mexanizmiga ega. Ular birgalikda tizimni umumiy xavfsizligini ta'minlaydi. Xo'p, endi xotira qurilmasi va uni himoyalangan qatlamlari biz demak aytib o'tdik, demak dasturiy daraja, foydalanuvchi darajasidagi, operatsion tizim darajasidagi, hop protsessor darajasidagi va fizik xotira darajasidagi demak himoya qatlamlari bor ekan. Himoya xotira himoyasi ko'p qatlamli tizim hisoblanadi. Har bir qatlam yuqorida hammasini ko'rib o'tdik, o'z funksiyalarini bajaradi va yuqori qatlamdagi himoya mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu tuzilma maksimal xavfsizlik va samaradorlikni oshiradi. Demak, operativ xotira demak o'zini himoya tizimiga ega, tashqi qurilmalar o'zini himoya tizimiga ega va hammasi bir-birini qo'llab-quvvatlar ekan va bularni hammasi nima bo'lar ekan? Umumiy shaklda oladigan bo'lsak, tizimni maksimal xavfsizligini ta'minlab berar ekan. Xo'p, bugungi darsimiz shu. Xo'p, keyingi darslarda yana mavzularimizni davom ettiramiz. Hozircha xayr hammaga, e'tibor uchun